Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Krasnoyarsk degan tomonda Ivan hamda Yevan bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni Dyatkolga Ivanning o'gay onasi Ivanni o'rmonga adashtirib kelishdi buyuribdi. Ivan bechora xafa bo'lardi, Yevan esa mazza qilardi. Ivan, sen shu yerda o'tirib tur. Men o'tin terib kelaman. Xo'p, dadajon. Bolam, panaroqqa o'tsang bo'lmaydimi, uyat bo'ladi. Hech narsa qilmadim, Qorbobo. Sovqotmayapsanmi? Uyimizda gaz yo'q. O'rganib qolganmi?